Güzel amildar qizlar, müş tug'ib bo'lgandan keyin yoki amildarlik mezgilimizda müş uxlash kiyimimiz rahat bo'lmiz, o'zimizni bir xil siqilib besimiz qilib qolmizmi? Nurg'un qizlar oldingi qitim mendan yozufu yoki yoz tushunlarni ilib shunchalik yoqdi. Shu qizlarning talbiga asosan davomli yangiliklarni keltirib bersangiz deganlik uchun men bugun yana bir qism yangiliklarni keldim. Sizlar birlikda ko'rib yiqinglar. Uchamdagi bu yoz tushunninki uzunligi 1 metr 10 cm alat bo'yicha chiqadi. Keyinimiz qism sidam alat chiqadi. Bizningki bulabni tug'ish oldidagi qizlarga bektasiya Çenfan gar bir qitim chigan vaqtinglarda ishdan bilan maykalatki yozufularni kiysanlarsa qulaysiz bo'lib qoldi. Mishna yozchilarni kiysanlarda qulaylik qilmoq yanchuqlarimi bor. 2 nomer chiqadi. 100 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Qizlar, endi yangi kelgan bu yozchini ko'rib yiqinglar, bek rahat chiqadi o'jimon. Ma'lum nomeri 2 nomer bo'yicha chiqadi. 110 kg o'lchamli xonim qizlarimiz kiyalaysizlar. Endi Julian xo qizlarni bek yoqtirsizlar deyman men fingani. Yaqsi mishna tuzalat bo'yicha chiqadi. Keyinimiz qism mishna yotgan vaqtim bir yaram qilmaydi. Bu yozchining uzunligi o'xshashdan 1 metr 10 cm bo'yicha chiqadi. Qizlar maqarranlikning oldingi qitim yana bir xil nusxasini keltirgan to'q. Bekchi qizlar so'rgan tonlar tugak kitib qolgan. Buning o'xshashdan uzunligi 1 metr 10 cm bo'yicha chiqadi. Keyin tarafning nusxasi men tayin tuz rahat holat bo'yicha chiqadi. Yotgan vaqtimizdan bizni qat'iy beyaram qilmaydi. 100 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Manusxadan maqatim faqat 5 ta mal keldijmi? Yaqto'g'nolar bo'lib qolsa, bir ta laqsiz yurganlarni derib ayrimxon zakaz shirishni tiqamanlar. Qizlar oq bilan qarni dapi qilishni yoqtirgan qizlar bu yanjan to'rimni ko'rib yiqanlar. Ishdan oyoq tarafim mushu yeng'i o'xshash holat bo'yicha chiqadi. Bo'g'moq. Intayin rahat holat chiqadi o'jmo. Keyinimiz qismini ko'rib yiqanlar. Bu yanjan to'non nomeri 2 nomer bo'yicha chiqadi. 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Ishtandan o'xshashlar ham ichki tarafdan cho'ng kichiklikni tashib kiyalaysizlar. Qizlar manusxini yoqtirganlaringlar bek ko'ptonlar bu qitimchi marangdan keldirdim. Oldingi qitim buni faqat bir rangvatdi. Mana mastranvatdi. Maqitim uchamdagi rangni qo'shtirib ekeldim. Bek chiroyli chiqdi o'jimo. Shikli rang bir chiroyli. O'xshasham yon tarafda oma yanchuqlarimi bor. 120 kg o'lchamli xonim qizlarimizdan kiyalaydigan nomerlardan bor. Qizlar yozliq imtish mezgilida kelgan olgan ichki kiyimlarning har xil rang, har xil nusxalardan mallar keldi. So'g'atlik qilishgan bek chiroyli chiqdi o'jimo. Ranglari, nusxalari intayin ko'p. Yoz uchun manusxasdan mallar to'liqlandi o'jimo. Qizlar lekin sani bek az. Aldan qitim alanmagan qizlar amdil vasanlar bo'ldi. 120 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Mavi kipinek nusxasi, yana bir tal nusxasi, mana to'shqanchaqning nusxasi, buningdanmi aslan san keldi. Bu ikki nusxadami intayin azalati mal keldi. Qizlar uzunligi 1 metr 10 cm bo'yicha chiqdi. Yaqto'g'nolarga asosan zakaz tushsanlar bo'ldi. Qizlar men sizlarga ajoyib rohat paypaxtdan birini tanishtirmoqchi. Ranglar har xil rangda chiqdi. Qilindak tug'amlar qattiq qilin emas, mushu yoz vaqtimizda kiyib yo'saqchi. Opamizdan bek yaxshi bo'lsa o'qitimiz jima, opamiz bak xo'sh o'qitdi. Mush cho'nglar qilin paypaxingiz qanday deb so'rab ketdi-ku bizdan. Shu vaqtda mishlarni kiyvasanlar bak xo'sh o'qitdi. Yana birsi qattiq putonlarni qizdirtmaydi o'jimo qizlar. 100% sap paxtaning chiqdi. Ajoyib rohat chiqdi. Bunda tutishdimcha ko'rinishda his qilardingmi rohatlikni? Tutgan vaqtdami unda paypaxtak emas. Sizlar paypaxni ko'z bo'g'ish cho'qim fichamdagi yozib ko'zanlar tushdi deyman. Bu intayin umaqalat chiqdi. Keyin tarafning nusxasimi yaqisi yo'q holat bo'yicha chiqdi. Mening behcha xaridorlarimiz yaqisi yo'q holatligini yoqtirdi ekansizlar. Lekin yaqisi bor yozib bo'larim uchun intayin yumshoq holat chiqqaniki yetqa vaqtinglarda qat'iy beyaram qilmaydi. Bu yoz forumning nomerimi 3 nomer bo'yicha chiqdi. Raqti intayin yumshoq holat bo'yicha 100% sap paxtaninki. Bu filmdagi yozuvchilarning qaysini eng yoqtirdinglar? Rasmga tatib inkas rayoniga yo'llab qo'yish unutqanmanlar. Yoqto'g'nolarni ayrimxon zakaz tushsanlar bo'ldi. Cho'qqim meni kontrol qilishni unutqanmanlar. Xudo qisanda men sizlarga texnik yangiliklarni chiqarib bermabdi. Qisani ko'rishlik xayr xo'sh.